Organizmingni himoya qilaman. Har kuni oz miqdorda yesang foydaliman. Men makadamiyaman. Teri va Mening shaklim miyaga o'xshaydi. Bekorga emas, xotirani kuchaytiraman. men yer yong'oqman. Menda oqsil ko'p. Sportchilar uchun juda yaxshi. Men keshyuman. Asablarni tinchlantiraman, kayfiyatni ko'taraman. Men Braziliya yong'og'iman. Immunitetni mustahkamlayman. Men kedir yong'og'iman. Har kuni oz-ozdan yesangiz juda foydaliman. Men bodomman. Menda E vitamini ko'p. Yurak va miya uchun juda foydali. Anorni bosib kesmang. Avval tepa qismidagi tojini ehtiyot bilan oling. Keyin po'stlog'ini yengil chiziq qilib kesing. Shunda O'rtasidan kesmang. Ichida katta urug'i bor. Avval ikki yonidan kesing, keyin ichini katak qilib oching. Shunda oson va xavfsiz bo'ladi. Meni juda qaynab ketguncha pishirma. O'rtacha bug'da pishsam, foydali va yengil hazm bo'laman. bananni yuqorisidan emas, pastidan oching. Shunda tolalari kam bog'iladi va oson ochiladi. Maymunlar ham shunday qiladi. Ananasni avval tepa va pastidan kesing. Keyin tik holatda po'stlog'ini tushiring. O'rtasidagi qattiq o'qini olib tashlang, shunda hazmi yengil bo'ladi. Sharbatni och qoringa ichmang. Ovqatdan keyin ichilsa, oshqozonga zarar qilmaydi. Men gazli suvman. Agar blinchik xamiriga meni qo'shsangiz, u yanada yumshoq va g'ovay bo'ladi. Chunki mening pufakchalarim xamirni ko'taradi. Men nonman. Juda issiq sho'rvaga meni solib yemang. Bu oshqozonga og'irlik qiladi. Eng yaxshisi biroz sovutib keyin yeng. Men uzumman. Menda tabiiy shakar ko'p. Grek yogurtiman. Menda oddiy yogurtga qaraganda ko'proq oqsil bor. Meni shakar qo'shmasdan yesangiz, ichaklar va mushaklar uchun juda foydaliman. Men tvorogman. Menda oqsil va kalsiy juda ko'p. Ertalab yoki kechqurun yesangiz, mushaklar mustahkamlanadi. Shakarni ko'p qo'shmang, meva bilan yegan foydaliroq. Men choyman. Juda uzoq qo'ysang, achchiq bo'lib ketaman. 3-5 daqiqa men uchun yetarli. Men asalman. Issiq choyga solsang, foydam kamayadi. Avval biroz sovisin, keyin qo'sh. Men mazaliman, lekin juda yog'liman. Yozman. Juda kuchli olovda qovursangiz, achchiq bo'lib ketaman. Sekin olovda qovursangiz, shirin va foydali bo'laman. Men guruchman. Pishirishdan oldin yuvib olsangiz, yopishmayman. Juda ko'p qaynatmang, shunda foydam saqlanadi.